Nima bu? Yaxshi savol. Qo'limdagi narsa siz ko'rgan va bilgan penablok yoki gipsoblok emas, balki avtoklav gazoblokidir. Bugun biz sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. 100 yillik tarixga ega gazoblok o'zi nimaligini bilasizmi? Beton mahsulotlarining tarkibiga kiruvchi gazoblok o'zining g'ovaksimon va geometrik tekisligi va yuqori izolyatsiyasiga ega bo'lib, ultra yengilligi va mustahkamligi bilan ajralib turadi. Gazoblok tarkibida kvars qumi, ohak, sement, gips va suv qorishmasidan tashkil topgan bo'lib, 100% ekologik va qayta ishlash imkoniyatiga ega mahsulot hisoblanadi. Gazoblok afzalliklariga batafsil to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yengil va mustahkam, geometrik tekis, o'lchamlarning aniqligi, yuqori izolyatsiya, namlik va olovga chidamliligi va eng muhimi, qurilish tezligini oshiruvchi xususiyatlarni birgina avtoklav gazoblogida olishingiz mumkin. Endilikda qurilish bozorida innovatsion yechim va yuqori sifatga ega bo'lgan avtoklav gazobloklarni ta'minlash maqsadida vodiyda ilk bora Megaton avtoklav zavodi o'z ish faoliyatini boshlamoqda. Megaton, o'zgarish vaqti keldi.